Bizi fermerlarimiz, mana o'g'limiz necha kun bo'ldi tuqqaniga? 2 oy bo'ldi. 2 oy bo'ldi, 2 oy oldi. 28-25 litr suti bor degan. Hozir necha kundan beri 15 litr tushib qoldi? Bir haftadan beri 15. Bir haftadan beri mana 15 litr sutiga tushibdi. Necha kilo yem berasiz? 5 kilo, o'sha 9 kilo, 2 kilo. 9 kilo. Arpa shop. Yem. Ha, 4,5 kilo ertalab, 4,5 kilo kechki payt yeydigan 5 kilosi arpa shop, 3 kilosi kepaga, 1 kilosi kunjira. 9 kilo, 4,5 kilodan. Buni biz keldik. Mana metallist kartimiz. Inshaalloh. Kimga kerak bo'lsa aytaverasizlar. Bizda bor. Mana. Bismillahirrohmanirrohim. Tek, birinchi. Bu. Mana. Mana miq bor. Inshaalloh solamiz. Nima chiqadi? Undan keyin yana diagnoz qo'yamiz. Sut ko'paytirish uchun nimalar qilish kerak? Qaysi payt boqish kerak? 7 oylik albatta 7 oylik deb kelyapmiz. 7 oylik berish kerak. Undan keyin buni 25 ta suti mana 15 litrga tushib qolibdi. Sababi ham bo'lishi mumkin. Lekin parazitga saymadi undan beri tuqqana beri, to'g'rimi? Mana tuqqanaga parazit sayish kerak. Uni inshaalloh sizlarga rolik qilib ko'rsatamiz, bu odamlar ishonmayapti. Keyin mana zanjiri bor. Bunisi tillada. Mollar bir maza qilsin. Tilla chaqiryapti. Qani, bismillahirrohmanirrohim. Solishni boshladi, qani. Nima chiqardi? Bismillahirrohmanirrohim. Qani kecha jonivor. Senga yaxshi bo'lsin deyapmiz. Shuning uchun mol-mulklar hali kuchliroq bo'lgani yaxshi-da. Tosh-bosh ko'tarish kerak-da. Mana o'zi ushalgani qiynalib olasan. Qani. Buni olib qo'y. Güzel, yutuyor değil mi lan? Tege. Şimdi bunu taktığımız, böyle yaptırırlar. Bakımdan koşup, sen canlı var, tek. Sengi yaşı olsun diyor. Biz yemez, sengi fayda. Peki aynen öyle hocam. Oldu. 300'lik. Yarım soat xolasizlar. Siz 20 ming yuz tursalar o'zinglar yaxshi. Ertadan och qoling bo'lsa undan ham yaxshi. Ko'proq suv ichib, yemaga masalan tuz qo'shib bersangiz ertadan, ha? Chiqmay qolsa qo'qqisi endi bilib bo'lmaydi-da. Undan keyin parazitlarniki qilamiz. Xudo xolasa 25 taliga qaytarib ol, avvalroq. Jo. 3 oy bo'ldi yaxshi tuqqaniga? 2 oy bo'ldi. Bu ham tushmadi. Yo'q. Bu ham tushmadi. Yo'l masaj qilib ketamiz, masaj. Qaysi yo'llarni qilishni nima qilib aytib, xudo xolasa. Sizlar bizni qo'llab tursanglar, yangiliklar qilishda davom etamiz. Kommentga yozinglar, nima bo'yicha video qilaveradi, nima qiziqtiradi sizlarni. Biz ham endi sizlar qo'llab tursangiz, yana biz ham ishlagimiz kelar ekan. Yana ham yangilik qilish kerak. Misol uchun xudo xolasa yangiliklar bor. İnşallah Arashan qo'ylarni ish ustini yasinlikni qilishni boshlaymiz. Ganga o'xshamaydi. Bu sizga emas, men Rossiyaga kelganman. Tegay bo'ldi. Hay. Nima chiqardi? Mana. O'taymi? Umma hoji mana. Hojimi? Chirgizdi. Uçup durup sekin saytda yurakka qarab ketadi bu. Uchli narsa bular, qarang. Turishga qo'yadi. Endi kunjiradan bo'lishi mumkin mana. Ashuna nuqta bor. Bu mana sutini ko'paytirgan, parazit o'ltiradi. Uni har bir 3 oylik qilib turish kerak o'zichi. Biz shundan minus ketamiz. Yevropa shuning uchun zo'r sut oladi. Sababi ular 3 oyda bir parazit tushib turadi. Misol uchun mana bu 8 tona o'tirib keladi. Lichinkasini tushib beradi-da bu. Tag janob. Bunda qo'shila bo'ladi. Bismillahirrohmanirrohim. Maşallah. Tag. İkincisi var. 25 tane 50 gram vuruyoruz. Doğalası endi 3-chi ko'ramiz. Doğası o'zgaradi. Kentaprim, İspaniyanik. Sizlar urib ko'ringlar, sinab ko'ringlar mana 25 gram. Hamma aytadi 25 gram, mana 20 gram. 20 gram mana 5 gramda oshiqcha 27 gram. Vahola. Endi buni mayga saysiz pishishi mumkin-da.
Mayga saysizchi. Nima emasda, mayga saysiz yaxshi ta'sir qiladi. Demak, bo'lingan joy bor. Qanday jipirg'im oladi. Jipirg'im. Ko'ryapsizlarmi? Birov ushlamayapti. Tak, qolganini mana beryapmiz. Şimdi bana 15 kilo. Şimdi 25-15, 40 kilo. Tak. Tak canavar. Tak. Ana. Ketdi mana. İnşallah 3 kundan keyin boshlanadi. 10 kun, 15 kunda xudo xolasa o'sha suti o'zi keladi. Qochish nimasi ham o'sha tezda ashir berib tursiz. Arpa shoxni berib tursiz, u zagon qilib qo'ying. Qochmayapti deganiga mana zagon qilganiga bu akamiz mana zagon. Faqat ertalab 9 dan keyin, ha? Qo'yib yuboraman zagonga. 5 ta olib kirsa, zagonga tushundingizda? Yursa tezroq quyoshdan D olish kerak-da. Ne yashinab pishadi. Arpa shox yashinab pishirib beradi. Folikularni tezroq pishirib beradi. Tas yoriladi, ne kuyli. Endi vazbujni tirsangiz 10% garantiya. O'zi kelsa 70% iskustida qo'ya olasiz. Tushundingizmi? Biz bilan bo'linglar, hurmatli podpischilar, sizlarga